Siz ham masjid yaqinidan uy chiqsa bir seskanib olasizmi? Uni ustiga bu taklif Qo'qondagi eng oldi boy mahallalardan birida bo'lsa, kimga ham yoqmaydi deysiz? Uzog'ingizni yaqin qiladigan, ehtiyojingizga kerak bo'ladigan maktab, bog'cha, xususiy maktab, savdo do'konlari yu benzin zapravka, choyxonalargacha atrofda bor. Uyni tushgan proyektini ko'rsangiz, undan ham ogilaringiz kelib ketadi. Maydoni 10 sotixli joy ekan, 2 qavatli qilib solishibdi. Pishig'ishtanligini o'zingiz ham ko'rib turibsiz. 8 ta xonasi, 2 ta sanuzeli bor. Remont ishlarini o'zingiz xohishingizga qarab davom ettirib olaverasiz. Boy mahalla degandan keyin kommunikatsiyada muammo bo'lsa uyatda, gaz, svet, suv, kanalizatsiya hammasi bor. Bo'sh yer maydoni anchagina bor ekan. Keyinchalik boshqa rejalaringizni amalga oshirishingiz mumkin. Narxini esa 199 ming kami bor deyishmoqda. Ekranda nomerlarni qoldirganmiz. Telefon qilaverasiz, yanada kelishtirib berishadi. Manzilga juda qiziqib ketdingiz-a? Manzil esa Qo'qon shahar Havas ko'chasi, To'laboy yangi masjid yaqinida joylashgan. Boy mahalladan uy olib, inshaalloh undan ham boyib ketaman degan tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying.